tushunmadim. Kartaga pulni tushirib olib, ko'tarmaslik qanaqasi bu, pulni qaytaring, kerak emas karset. Men kartaga pul tashladim. Nima telefonni olmaysiz? Yo'q, moshenniklikmi bu? Tushunishinglar uchun menga hozir bitta qiz Telegramdan to'lov qildilar budimiz uchun. Bolam uyqusi kelib qoldi, unga qarayman dedim-da, mana. Bu ichida to'lov qilgan menga. Xullas, uzog'i 15 minutdan emas-da, o'tgani yo'q. Bir aylanib kelsam, telefon qilganlar, shunaqa SMS yozganlar menga. Men prosta bilan hozir yomonlamoqchi emasman. Telefon qilib, nima unaqa deb gapirdingiz? Sizni aldab dedim, pullab jo'natmadimmi? Boshqa ishlar bilan yurgan edim deb aytsam, keyin men ko'p aldanganman o'shaning uchun deb aytdilar. Qizlar, aldanmaslik uchun qanaqa profilga zakaz qilish kerak emas, hozir shuni aytaman sizlarga. Men moshennik emasman. Kim shu paytgacha to'lov qilgan bo'lsa, hammaniki chiqarib berganman. Men profilga kiringlar, Otiv degan joylarni ko'ringlar. Men bitta nomerimni qadab qo'yibman. Даже logopedni pechatlarim bor. Manzilimgacha kiritganman, manzilim aniq. Bundoq kirganinglarda hamma reelslarimda kommentariya degan narsa ochiq. Mana bitta kommentariya degan narsa ochiq. Agar kimnidir aldaydigan moshennik bo'lsa, mana shu kommentariyalarni yopib qo'yaman. Shunaqa narsalarga ahamiyat berib turib zakaz qilsanglar, hech qachon aldanib qolmaysizlar.